Amerika ovozini xabarda bildirishicha, Amerika Avam palatasi Tashqi ishlar komiteti Xitoyning irqiy qirg'inchilik va majburiy emgakka selish jinoyatiga qarshi 2 turlik taklif loyihasi ma'qullagan. Xabarda qayd qilinishicha, Amerika Avam palatasining Tashqi ishlar komiteti 21 aprel 3dan keyin og'zaki ovoz berish orqali Uyg'urlarga qaratilgan majburiy emgakning oldini olish qonuni va Xitoyning Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatini ayiblash haqidagi qaror loyihasini birdek ma'qullagan. Avam palatasi Tashqi ishlar komitetining raisi, Demokratchilar partiyasining Avam palata a'zosi Gregory Mix muhokama yig'inida so'z qilib, Xitoy doiralari vahshiyligini qancha yoshirgan bo'lsa-mu, biroq Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarga qarata davomlashayotgan ziyonkashlik qilmishining janva ahtinomsida belgilangan irqiy qirg'inchilik jinoyatini shakllantirganligini bildirgan. Mix so'zda yana Uyg'urlarni majburiy emgakka selishning oldini olish qonun loyihasining Sharqiy Turkistondan mol import qilishni cheklaydiganligini, majburiy emgakka selishga chetishli Xitoy amaldorlariga jazo yurgizdiganligini bildirgan hamda Amerika hukumatini rayondagi majburiy emgak masalasini bartaraf qilish uchun diplomatik strategiya planini yo'lga qo'yishga chaqirgan. Cumhuriyetçiler Partiyasining Avam palata a'zosi Michael Mikol muzokara yig'inida so'z qilganda bir parcha suratni ko'rsatib, bu hozir Xitoyda yuz berayotgan haqiqiy ko'rinish. Siz hozir ekranda ko'rayotgan ko'rinish irqiy qirg'inchilikning isboti. Put-qo'li bog'langan, ko'zi tengilgan yuzlagan Uyg'ur poyezddan tushirilib, lagerlarga ilib ketilyotdi degan. Xitoyning jazo lagerlari va majburiy emgak siyosati Sharqiy Turkistondagi oilalarni vayron qilish bilan birga zo'r turkumdagi kishilarni arzon emgak kuchiga aylantirmoqda. İjtimoiy uchur vositalaridan tarqalgan sinlarda Sharqiy Turkistonning ma'lum bir rayonidan 20 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan yosh qizlarning majburiy emgak uchun Xitoy o'lkalariga elib mengilganligi, yana bir sinda majburiy emgak uchun avatilgan qizlardan birisining yotoqda ota-onasining rasmini tutqunicha uxlab qolganligi, yana boshqa bir sinda bo'lsa, ishlab charchab ketgan qizning tomning bulung'ida o'ltirib uxlab qolganligi ko'rsatilgan. Xitoy Sharqiy Turkiston xalqini jazo lagerlari va turmalarga qamash, tug'mas qilib etish qatorliq inson qalbidan chiqqan jinoyatlari orqali Uyg'urlarning nopusini azaytgan bo'lsa, yana bir tarafdan Sharqiy Turkiston xalqini o'z yurtlaridan Xitoy o'lkalariga surgun qilib, ularning o'rniga Xitoylarni yuqori ta'minot bilan yetkazib kelishni davomlashtirmoqda. Tayvan Xalqaro radiosining xabarida bildirishicha, 23 aprel Tayvan qonun palatasida xalqarodagi demokratik davlatlarning Xitoyning Uyg'urlarga qarata ijro qilayotgan kishilik huquq tafsandichiligini ayblashiga ovoz qo'shish maqsad qilingan Tayvan pارلامېنتى Uyg'ur gۇرۇپپىسىنىڭ qurilganligi jakarlangan. Tayvanning partiya sirtidagi qonun komiteti a'zosi Leng Changzoning tashabbusi bilan qurilgan Tayvan pارلامېنتى Uyg'ur gۇرۇپپىسىغا 30 dan ortiq parlament a'zosi a'zo bo'lgan. Mazkur guruhning qurilish murosimi 23 aprel Tayvanning qonun palatasida o'tkazilgan bo'lib, guruh a'zolari murosimda qo'llarini egiz ko'tarib, Tayvanga kishilik huquq, Uyg'urlarga erkinlik deb shior to'lashgan. Xabarda qayd qilinishicha, Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa sin orqali Tayvanning Tayvan parlament Uyg'ur guruhini qo'llaganligiga rahmat etgan va o'zining 2006-yili Tayvanga ziyoratga borganligini, ammo Xitoyning bezimi sababli 2009-yildan boshlab Tayvanga kirishga ijozat berilmaganligini bildirgan. Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi demokratiya Coca-Colaga o'xshash dunyoning hamma yerida o'xshash ta'mini va'da qiladigan narsa emas dedi va Amerikaning Xitoy tanlagan mustaqillik yo'l va sistemasiga hurmat qilishi kerakligini aytdi. Wang Yi juma kuni Amerika tashqi munosabat kengashi bilan sinliq o'tkazgan yig'inida yuqorqi so'zni qilgan. Wang Yi Tayvan haqida to'xtalib, Amerikaning Tayvan kartasi o'ynashning o't bilan o'ynash ekanligini aytgan va Amerikani bir Xitoyga qattiq amal qilib, Xitoy-Amerika o'rtaq xitobnomasidagi va'dasini o'rindashga chaqirgan. Wang Yi yana Uyg'urlar haqida to'xtalib, irqiy qirg'inchilik va majburiy emgak qatorliqlarning siyosiy maqsadda o'ydirilgan cho'ng yolg'onchilik ekanligini aytgan. Amerika prezidenti Joe Biden 1915-yildagi voqealar haqida e'lon qilgan bayonotida har yili bugungi kunda Osmonli davrida Armeniya irqiy qirg'inchiligida qazo qilganlarni eslaymiz va bu xil ziyonkashlikka qayta yuz berishning oldini olish va'dimizni yangilaymiz dedi.
Baydendan ilgari Amerikaning ikki prezidenti Donald Trump va Barack Obama vazifaga o'tirgandan keyin bu vaqtdagi bayonotida 1915-yildagi voqealar uchun Armeniya tilida cho'ng ofat ma'nosidagi bildirilgan so'zni ishlatgan. Amerika prezidentlari 1993-yili Bill Clinton davridan buyon har yili 1915-yildagi voqealar haqida yozma bayonot e'lon qilib keldi. 1915-yildagi voqealar hamisha cho'ng ofat, chegaradan qo'g'lab chiqarish va qirg'in qilish qatorliq so'zlar bilan tasvirlangan. Turkiya tashqi ishlar ministri Çavuşoğlu Amerika prezidenti Baydenning 1915-yildagi voqealarni irqiy qirg'inchilik deb tasvirlaganligiga inkos qaytardi. U mundaq dedi: "Biz tariximizni hech kimdan o'rganmaymiz. Siyosiy fursatparastlik, tinchlik va adolatga qilingan eng cho'ng xiyonat." Bu voqeadan keyin Turkiyadagi Amerika bosh elchisi tashqi ishlar ministrligiga chaqirtilgan.